Bugungi darsimizda JavaScript fayllarni yuklash usullari haqida gaplashamiz. Bu mavzu nafaqat amaliyotda, balki intervyularda ham juda ko'p so'raladigan savollardan biri hisoblanadi. Masalan, sizga intervyuda skript asinxron hamda defer o'rtasida qanday farq bor deb savol berilishi mumkin. Nega bu mavzu muhim? Chunki JavaScript fayllarni ulash tartibi sahifani tezligiga ta'sir qiladi. Noto'g'ri yondashuv quyidagi muammolarga olib keladi. Sahifa sekin ochiladi, foydalanuvchi elementlarni vaqtida ko'ra olmaydi, SEO va performans pasayadi. Bularning farqlari oddiy qilib o'ylaganimizda brauzer HTMLni yuqoridan pastga qarab o'qiydi. Skript tagiga yetganda HTML parsing to'xtaydi, skript yuklanadi va bajariladi. Shundan keyin parsing davom etadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Skript mana bu joyda ulangan. Brauzer buni qanday o'qiydi? Brauzer tepadan pastga qarab o'qib kelyapti. Skript tagiga yetdi va skript tagiga yetganda vaqtincha bloklanib qoldi parsing. Ya'ni mana bu kontentlar keyinroq o'qildi. Buni o'qib bo'lmasdan turib bu kontentlarga o'tib keta olmadi. Keyingisi asinxron. Asinxronda skript parallel yuklanadi. HTML parsing davom etadi, skript orqa fonda yuklanadi. Yuklanib bo'lgach, parsing to'xtaydi va skript bajariladi. Asinxron yuklanishni ko'ramiz. Brauzer o'qib kelmoqda. Skript tagini ko'rdi, lekin to'xtab qolgani yo'q. Skript tayyor bo'lgandan keyin qayerda tayyor bo'lgan bo'lsa, o'sha jarayonda ishga tushdi. Va oxirgisi defer. Deferda HTML parsing davom etadi, skript orqa fonda yuklanadi, HTML to'liq pars bo'lgandan keyin skript bajariladi. Endi defer ko'ramiz. HTML parsing kelyapti. Skriptga yetganda to'xtab qolgani yo'q. Yaxshiroq e'tibor beradigan bo'lsak, bu joyda skript execute bo'lmayapti. To'liq HTML o'qib bo'lingandan keyin skript ishga tushyapti. Oxirida. Farqlari shular. Defer qayerda ulagan bo'lsak ham HTML o'qib bo'lishini kutib turadi.